Ya ko'tarmaydi bu qarmoq. Endi 4 kiloni sinib ketadi bu. Eng ko'p savol mana shu qarmoqda beriladi. Uchi juda ham ingichka ekan. 200 gramm bo'lsa ham baliq olib chiqa oladimi deyshadi. Hozir bu necha kilo ko'tarishini birgalikda tekshirib ko'ramiz. 1 kilo og'irlikdan boshlaymiz. 1 kilo bemalol ko'tarar ekan. Yana qo'shamiz. 1 2 3 kilo bo'ldi. Kiloni ham ko'tarar ekan, yana qo'shamiz. 4 kilo bo'ldi. Yeps. Hozircha 4 kilo ko'tardi, yana qo'shishga harakat qilamiz. Bunisi 5-kilo. 5 kiloni ham ko'tardi. Baliq olib chiqayotganda qarmoq o'zi bunaqa ishlatilmaydi. Har doim friksion bilan ishlasangiz, qarmoq o'zi unaqa og'irlik tushmaydi. Bu prosta test uchun tekshirib ko'rdik. Menimcha 5 kilo yetarli bo'lsa kerak. Chunki bu o'zi qarmoq jona qimmat qarmoq emas. Odamlar 100 gramm yoki 200 gramm ko'tararmikan deyishgan qarmog'i 5 kilo og'irlikni bemalol ko'taryapti. Agar bu qarmoqni ishlatganlar bo'lsa, kommentariyaga kirib nomini yozib keting. Agar ishlatmaganlar bo'lsa, taxmin qilib ko'ringlar, shu nech pullik qarmoq ekan.